Bizga BTS bosh ofisiga kelib oldik. Ha, Yaksaroy tumani Kichik Halqa yo'li. Halqa yo'lida joylashgan. Bu yerda o'sha boshqaruv ofisimiz shu yerda. Nechta odam ishlaydi? Bu yerda taxminan 150 ga yaqin odam ishlaydi. 150 ta odam mana shu zdaniyada o'tiradi. Shunaqa. Bu boshqaruv, главный ofis. Shu. Hamma shu yerda. Ha. Hozir umumiy jihatda-chi? Umumiy jihatda. Umumiy 1200-1300 ga yaqin odam ishlaydi. 1300 ta odam. Bu shtatda franchizalarimiz bor. Bu yerda hammasi endi baribir bizning sistemada bo'lgani uchun o'sha xodimlarimiz hisoblanadi. Zo'r. Asosan kimlar o'tiradi bu yerda? Bu yerda shu operatsion boshqaruv, marketing, sotuv, call center bor, o'sha IT, buxgalteriya, moliya, HR, shu boshqaruvdagi yo'nalishlar hammasi bu yerda o'tiradi. Hozir aprel 15dan keyin operatsion boshqaruvdagi xodimlarimiz yangi ofis deganmiz, u yoqqa ko'chadi, ikkiga bo'linadi. Ya'ni operatsion boshqaruv alohida ofisda, administrativ alohida bu ofisda bo'ladigan qildik. Menga qiziq bo'ldi, men aniq bilaman, bizning ko'rayotgan odamlar ham qiziq. 1300 ga yaqin odam. Necha pul oylik chiqarasiz hammasiga? Franchizalarga biz ulush to'lab beramiz. O'sha ulush hisobidan franchizalarning o'zi ularga oylik to'laydi. Qolgan o'sha shtatdagi, keyin GPX, o'sha YTT qilib ishlaydigan boshqa otdeldagilarga taxminan 6-7 milliard atrofida oylik chiqadi. 6 milliard atrofida oylik chiqadi. Ha, shu. 6 milliarddan sal oshadi har oy. Oyiga. Shunaqa. Endi son ham katta. Chunki bizning ish baribir anaqa bilan bog'liq, inson bilan bog'liq bo'lgani uchun xuddi shunaqa. Xarajatlarning ham asosiy qismi o'sha maosh, transport, yoqilg'i, shunga o'xshagan taqsimlanganda. Sizga sotuv bo'limi, call center ko'ramiz, o'zi eng katta pul oladigan bo'lim qaysi bo'lim? Eng ko'p pul oladigan bo'lim IT bo'lim. Bizda programma o'zimizniki bo'lgani uchun programmistlar o'zimizni jamoani ichida biz o'zimiz yozamiz. Shu uchun ham bozorga kirib ketishimiz, boshqalardan ko'ra yaxshiroq xizmat berishimiz sababi shu, chunki programma o'zimizniki, xohlagan tarafga yo'naltiramiz. Bitta ko'raylik. IT komanda o'sha eng ko'p pul oladigan komandamiz hisoblanadi. Bering. Bu innovatsion rivojlanish departamenti shumi? Ha, shu IT komandamiz o'tiradi mana shu joyda. Kimlar bu asosiy? Shu IT'chilar, Androidchilar, o'sha prilojeniyamiz bor. Demak, telefonda bor, iOS, Android uchun saytlarimizni qilishadi, programmamizni yozishadigan bo'lim. Bu yerda ham endi hozir shanba bo'lgan keladigan odamlar ishlagan. Bu yoqda monitorda o'sha bilan o'sha pokazatellari, nima o'ynayapti, serverlar nazorati, shularni qilib turishadi. Men bitta narsani eshitdim, TikTok xodimlaringizdan so'rab ko'rdim. Bu sizda qadriyatni oylikni bir-biriga etmaslik bor ekan. Hamma individual etmasligi kerak degan tartibda joriy qilganmiz. Nimaga? Chunki men ikkalamiz bitta lavozimda ishlashimiz mumkin, bir xil lavozimda, lekin sizni potensiyalingiz kattaroq, mana kichikroq bo'lishi mumkin. Shunga ko'ra siz bilan 10 so'mga, men bilan 9 so'mga kelishilgan bo'lishi mumkin. Endi etadigan bo'lsa, uni muammosi, lekin kelishuvda shunaqa bo'lgan. Tamom, men sen bilan kelishdim, bu sen bilan kelishuv degan qilingan, lekin operatsion jarayonni ichida umumiyda bilishi mumkin bir-birini. Ular standart ketadi-yu. Ключевой kerakli xodimlarda raznica bo'ladi. Bu tabiiy. Chunki bir xil lavozimda ishlayotgan ikkita odam ikki xil zo'r. Menga yoqdi, lekin to'g'ri aytasiz, chunki bitta pozitsiyaga kelgan odam daji mana tajribasini bitta yo'nalish rahbarini qo'l ostidagi bo'lim boshlig'i bundan ko'proq olishi mumkinmi? Mumkin. Endi buni biladigan bo'lsa, o'sha bu yoqda konflikt chiqishi ehtimoli bor. Nima uchun men undan katta lavozimda kam? Shu narsani ham oldini olishga harakat qilamiz. Zo'r. Sizga IT ga katta urg'u berayotgansiz. O'zi bu IT kompaniyami yo logistik kompaniyami? To'liq o'zi faoliyatimiz hammasi IT ga bog'langan. Lekin hozir o'sha logistikaga oid protsesslar ham bizda. Biz buni sekin-sekin chiqazib olyapmiz. Misol uchun logistikani alohida kompaniya qilib chiqazganmiz, ham ko'chaga, ham bizga xizmat ko'rsatadi. Zo'r. Hozir bu yil kuryerskiy uslugani dastavkani ham yetkazib berishni ham alohida yo'nalish qilib chiqarishimiz kerak. U ham xuddi ovqat dastavkasini qilib yurgan tashkilotlarga o'xshagan qilish kerak. Prosess chiqarish bilan o'g'ramiz. Lekin umumiy olganda baribir biz IT ga ixtisoslashgan kompaniyamiz. Misol farqi qolgan protsesslar ham bizda turibdi hozir. Lekin sekin-sekin baribir chiqazyapmiz buni. IT siz, misol programma 1 soatga ishlasa, 1 soat ishni sof deydi. Shunaqa holatga kelib qolganmiz.